Hozirgi zamonda haliyam bolajonlarni ovqatini og'izda chaynab beradigan odamlar borligini eshitib, men prosta shokka tushaman-da. Katta odamning og'zida qancha bakteriya, mikroblar, kasalliklar bo'ladi. Hali immunitet yaxshi hosil bo'lmagan bolajonga yuqib, unda qancha salbiy oqibatlarga olib keladi. Erta o'sha tishiga karies tushishi, ichak infeksiyalari, bolajonlarning og'zida stomatitlar toshadi. Bularning hammasi shu og'izdagi mikroblardan bo'ladi. Qanaqa qilib shu narsalarni bila turib, shu narsalarni ko'ra turib, haligacha odamlar bolajonlarga og'izda chaynab berishadi. Eng pok bolajonlarimizga shu og'izda chaynab berish qanaqasiga mumkin? Men hech aqlimga sig'dira olmayman. Bu narsa na meditsina tarafdan, na dinimiz tarafdan to'g'ri hisoblanadi. Chunki islom dini ham poklikka chorlaydi. Balki ba'zilarga bu narsa oddiy holat bo'lishi mumkin. Ba'zilar bu narsaga даже ahamiyat ham bermaydi, lekin bu yerda bolajonning sog'lig'i haqida gap ketyapti. Iltimos, bolajonlarga umuman og'zingizda ovqat chaynab bermanglar. Bu juda oson, oddiy elementarniy gigiyena hisoblanadi. Bolajonlarimizni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaylik.